Bu sure bizga insonning asli yaratilish manbasini, dunyodagi vazifasini, qiladigan ishini, Robbini qanday tunuydi, mush yo'llarning hammasini o'rgatadi. Alloh subhanahu va taolo bu oyat orqali to'g'ri yo'lda mangmaslik bilan kifoya qilmasdan, to'g'ri yo'lda mangan, namoz o'qiyotgan kishilarning oldini to'sayotgan kishilarningki xatarlik bir ahvoldan xabar beryapti. Tadqiqotlar shu narsa o'tirib chiqdiki, insonningki qaro berish, xatolik o'tkazish, yolg'on aytish, jinoyat sodir qilish qarori nada bo'ldi ekansan. Alhamdulillah va salatu vassalamu ala rasulillah amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh qarindoshlar. Biz bugun Allohning rahmati va fazli bilan Qur'on Karimning oxirgi suralaridan, ya'ni qisqa suralardan sura Alaqni o'qiymiz. Sura Alaqni biz tilimizda odatda Iqro surasi deb taniymiz, ya'ni ana shu surani o'qiymiz. Endi bu Iqro surasi yoki Alaq surasi qanday sura desanglar, Iqro surasining tunji 5 oyati bo'lsa, payg'ambarimiz Muhammad alayhisolamga tunji tushgan oyat. Yani Kur'an Kerim'ninki tunji ayeti mana mushu suraninki oldingi 5 ayeti. Allah subhanahu wa ta'ala insoniyatga tunji qatim nim dedi, biz buni bugun o'rganamiz. Va shundaqla bu sura bizga insonning asli yaratilish manbasini, dunyodagi vazifasini, qiladigan ishini, Robbini qanday tunuydi, mush yo'llarning hammasini o'rgatadi. Xo'sh, unda bo'lsa biz old bilan surani bir o'qib o'tib, ondan keyin oyatma-oyat tafsilab mayli. A'udhu billahi minashaytonirrojim. Bismillahirrohmanirrohim. Iqra bismi robbikallazi xalaq. Xalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب İqra bismi rabbikellezi halaq. Seni yaratgan Rabbinin ismi bilen o'qig'in. Xalaqal insana min 'alaq. O Rabbing insonni laxt qandan yaratdi. Iqra va rabbukal akram. O'qig'in. Sening Rabbing karamlikdir, saxiydir. Allazi 'allama bil qalam. O sening Rabbing insonga qalam bilan o'rgatdi. 'Allamal insana ma lam ya'lam. İnsonga bilmagan narsani o'rgatdi. Kalla innal insana la yatqa. Ya insan hakikaten haddidan aşıdı. Er-ra'ahu istaghna. Özünü bihacet köğellik üçün. İnne ila rabbika ruj'a. Şübhisiz ki qaytib baradigan joy Rabbingning huzurudur. Ara'aytellezi yenha. Kömüdünmü? Çeklevatıdır. Abden iza salla. Bende namaz o'qigan vaqtida. Ara'ayta in kana alal huda. Ko'rdingmi? Agar u banda to'g'ri yo'lda bo'lsa, av amara bit taqva yoki taqvodorlikqa amr qilgan, taqvodorlikqa chaqirgan, buyurgan bo'lsa, aroayta in kazzaba va tawalla. Agar u odam rostni yolg'on desa va yuz o'rsa, alam ya'lam bi annalloha yara. U odam Allohning ko'rib turadiganligini bilmamdi. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiya. Agar yanmasa onun kukulusunu tutup söyleyimiz. Nasiyatin kazibetin xatiye. Yalgancı ve hatalık ötküzgüç kukulusunu tutup söyleyimiz. Felyed'u nadiye. O özünün sorundaşlarını yardımcı çağırsın. Sened'u zabaniyete kella. Biz qattiq qo'l zabani farishtalarni, ya'ni do'zaxning, jahannamning kuchli qattiq qo'l farishtalarni chaqiramiz. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib.
Yo'q, uningga itoat qilmag'in, sajda qilg'in va Allohga yaqinlashg'in. Qaraydigan bo'lsak, bu suraning ma'nilarini biz udul o'qigan vaqtimizda bir-biriga bog'layolmaymiz. Amaliyotda bo'lsa, bu sura nihoyat muhim masalalardan xabar beradi. Ya'ni bu suraning tunji qismi payg'ambarimiz Muhammad alayhisolamga vahiy bo'lib tushgan, ya'ni insonning asli yaratilishidan xabar beradi. Qanday qilib bir insonning mukammal bo'lganligidan xabar beradi. Qanday qilgan vaqt insonning haddidan oshadiganligi, zulm qildiganligi, Alloh qarshi chiqadiganligidan xabar beradi. Va shundaqla Alloh qarshi chiqqanning oqibatidan xabar beradi. Va shundaqla oxirida bir müminge kıldığan tavsiyeni kılıp Allah subhanahu wa ta'ala bu surani oxirlashtirgan. Biz bu surniki oyatlarini oyatma-oyat tushunishga tirishib baqayli. Qaraydigan bo'lsak, Allah subhanahu wa ta'ala bu surniki birinchi oyatida nima dedi? Iqra bismi robbikallazi xalaq. Ey Muhammad, seni yaratgan Rabbingning nomi bilan o'qig'in dedi. Yani Allah subhanahu wa ta'ala osmondan insoniyatga tushirgan tunji oyatini o'qig'in degan bu buyruq bilan tushirdi. Allah subhanahu wa ta'ala bu oyatni payg'ambarimiz Muhammad alayhisolamga qachon qayerda tushirgan? Hammamiz bilamiz, buni biz tarixda so'zlab bo'ldik. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisolam 40 yoshga yaqinlashgan vaqtida yolg'izlik xohlaydigan bo'lib qolgan. Amaliyotda payg'ambarimiz Muhammad alayhisolam nihoyat bir ijtimoiylikka yuqori bir odam edi. Lekin 40 yoshga yaqinlashgan vaqtida payg'ambarimiz Muhammad alayhisolamda tuyuqsiz o'zgarish bo'lgan, jamiyatdan ayrilgan, irotiga chiqib, uzuq-tuliqlarni elib, shu yerda ibodat qilib, tafakkur qilib o'tkazgan. Allah subhanahu wa ta'ala payg'ambarimiz Muhammad alayhisolamni payg'ambar qilib tanlashni iroda qilgan bo'lg'achqa, payg'ambarimiz Muhammad alayhisolamning ruhiy holatida mana shunday o'zgarishlarni qilgan. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisolam shunday tushlarni ko'ratdiki, tongning nuridek, ya'ni u tush amaliyoti shunday yuz beradi. Hatto payg'ambarimiz Muhammad alayhisolam o'zidagi bu o'zgarishdan hayron qolgan. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisolam mana shunday o'zgarishlarning natijasida uzuq-tuliqlarni elib, Hiro g'origa chiqib ibodat qilayotgan kunlarning birida Jibril alayhisolam Alloh subhanahu va taoladan tunji oyatni elib tushgan. U bo'lsa qaysi? Iqro. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisolam qo'rqib ketgan. Jibril alayhisolam payg'ambarimiz Muhammad alayhisolamga Iqro degan bu oyatni tushirgan vaqtida payg'ambarimiz Muhammad alayhisolam ma ana biqari. Men o'qishni bilmayman. Men o'qiyamayman degan. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisolamni Jibril alayhisolam qayta deyish, ya'ni payg'ambarimiz Muhammad alayhisolamni bir siqib qo'yib orqali 3-chi qatim Iqro bismi robbikallazi xalaq. Xalaqal insana min alaq. Iqro va robbukal akram allazi allama bil qalam. Allamal insana ma lam ya'lam degan mana shu 5 oyatni payg'ambarimiz Muhammad alayhisolamga tushirgan. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisolamning hech qanday bir tayyorligi yo'q. Bu sababdan payg'ambarimiz Muhammad alayhisolam huduqib ketgan, qo'rqib ketgan. Darhol Hiro tog'idan tushib, udunaga borgan, ayoli Hazrat Xadijaning qishiga borgan. Va shundaqla Hazrat Xadijaga meni yo'gab qo'yinglar deb payg'ambarimiz Muhammad alayhisolam o'zining nihoyat huduqqan holatini aytgan. Hazrat Xadija bo'lsa payg'ambarimiz Muhammad alayhisolamga tasalli bergan. Uning keyingi tafsilotlarni biz tarix kitoblarimizda so'zlab bo'ldik, shunga bu yerda takrorlamaymiz. Ya'ni payg'ambarimiz Muhammad alayhisolamga tunjulab mana shu 5 oyat nozil bo'lgan. Endi bu tunj oyatning birinchi oyati Allah subhanahu va taolo nimaga buyurgan? O'qishga buyurgan. Allah subhanahu va taolo nima uchun tunji qatim o'qishga buyurdi? Chunki inson o'qish bilan o'zining insonligini topa oladi. O'qish bilan o'zining dunyodagi vazifasini topa oladi. O'qish bilan Robbini tunuydi. O'qish bilan hayotning ma'nosini bila oladi. Bu qanday o'qish? Xo'sh, unda o'z dunyoda o'g'onlar bor, olimlar bor, dinsiz olimlar bor. Nima uchun ular o'qidi? Nima uchun Allohni topolmadi? Nima uchun dinsiz ketdi? Nima uchun islomga ishonmadi? Bu yerdagi o'qish biz tushungandek undaq oddiy o'qish emas. Biz tushungandek undaq moddilam o'qish emas. Bu yerdagi o'qish Alloh subhanahu va taoloning butun insoniyat qilgan xitobi bo'lib, har bir insonning aqli qilgan xitobi. Ya'ni aql bilan o'qish, tafakkur bilan o'qish, narsalarni kuzatish va shundaqla kuzatgandan keyin shu moddaning o'zidan to'xtab qolmay, uning keyindagi ma'nolarga yetishni ko'rsatdi. Shuning uchun Alloh subhanahu va taoloning bu iqro degan buyrug'i kim bo'lsin, o'qishni bilsin, bilmasin, aqlim joyida bo'lsa, mush aqlni ishlatib koinot kitobini o'qish va shundaqla koinotdagi har bir mavjudotni tafakkur qilish, kuzatish va shu orqali Robbini tepish qilingan bir buyruqdir. Ya'ni koinot va koinotdagi har bir narsa, hatto bizning jismimiz bir kitob. Uning o'quvchisi bizning aqlimiz. Alloh subhanahu va taoloning iqro degani dal mana mushu ma'noga ishorat qilgan bo'lishi mumkin. Alloh eng to'g'risini bilguchi. Chunki har qanday bir inson sog'lom aqli bilan koinot olsun, o'zining badani olsun, ya ko'z oldiga kelgan har qanday bir narsa bo'lsin, uni o'qiydigan bo'lsa, ya'ni aqli bilan o'qiydigan bo'lsa, tafakkur qiladigan bo'lsa, har bir narsalarda Alloh subhanahu va taoloning bir tamg'isini ko'ra oladi. Alloh subhanahu va taologa boshlaydigan bir ishoratni, belgini ko'ra oladi. Alloh subhanahu va taoloning har bir narsada bir va uningdan ko'p sifatlarini ko'ra oladi. Bu vaqt inson ma koinotda bir yaratquchi bor ekan, biz bekor kamabdiq deydigan mana shu uqumga kelalaydi. Ya'ni Robbini topalaydi. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo tunji buyruqini o'qishdan boshlagan. Xo'sh, unda bo'lsa biz baytning suolimiz qaysiq? Dunyoda ba'zi bir insonlar bor, ateist, ya'ni dinga ishonmaydigan, mana shunday bir insonlar bor. Lekin bular o'qug'liq, olim bo'lag'liq. Nima uchun ular Robbini topolmadi? Chunki ular to'g'ri shaklda o'qimadi. Alloh buyurgandek o'qimadi. Alloh qanday buyurdi o'qishga? Iqro bismi robbikallazi xalaq. Seni yaratgan Robbingning ismi bilan o'qig'in dedi.
Ya'ni Robcha o'qigan dedi. Rob tili bilan o'qigan dedi. Ammo bugungi kunimizdagi ilm-fan sohasidagi ko'p sonli kishilar qanday o'qiydi? Rob tili bilan o'qimaydi. Faqat moddiy ustidan to'xtaydi. Masalan deyli, bir tuxumni tadqiq qildi deyli, yoki bir sutni tadqiq qildi deydi. Uni o'qiydi. Tadqiq qiladi, tafakkur qiladi, izlanadi. Uningdagi aqsillarni, vitaminlarni, turli moddalarning hammasini ayirib chiqadi. O'qidimi, o'qimadimi? O'qidi. Lekin uning keyniga o'tmaydi. Bu tuxumning ichiga aqsilni kim qo'ydi? Foydali elementlarni kim qo'ydi? Tuxa bizning badanimiz uchun foydali elementlarni bilamdi, bizga kuyunamdi. Uningda bizga bir shafqat bormi, ilm bormi? Yo'q. Unda bo'lsa bu tuxumni Alloh subhanahu va taolo ma tuxuning vositasi bilan bizga avatibdi degan natijaga bora olsak, undan keyin biz iqro bismi robbikallazi xalaq degan oyatni to'g'ri shaklda tushungan bo'lamiz. Ya'ni Rob tili bilan o'qigan bo'lamiz. Yaratquchi Robbimizning nomi bilan o'qigan bo'lamiz. Unda bo'lmay, uning keyniga o'tmay, sutda manda foydali elementlar bor, badanga foydali aqsillar bor, vitaminlar bor deb qo'yib, kim qo'ydi uni deganning keyniga o'tmasak, biz mangu o'qiyli hech qanday hidoyat topolmaymiz. Shuning uchun dinsizlarcha o'qimay, Robbimizning nomi bilan o'qishimiz kerak. İzleyişimiz gerek, tefekkür kılışımız gerek. Unda bo'lmaydigan biz haqiqatni topolmaymiz. Shunga dunyoda bugungi kunimizda kishilar o'qidi, izlandi, ilm fanning cho'qqisiga yetdi. Insoniyat uchun, ma dunyo uchun nurg'ulg'an narsani kashf qildi, lekin haqiqatni topolmadi. Nima uchun? Ular faqat moddiy narsalardan to'xtab qoldi. Uning keyindagi ma'naviy, aql ko'radigan, ko'z ko'rmaydigan, ammo aql ko'radigan narsani o'qig'ili unimadi. Ko'gilolmaydi, tajriba qilolmaydi degan mushu qalpoqlarni kiydiriblam, ilmiy emas degan tamg'ini qo'yib, uni o'qig'ili unimadi. Alloh subhanahu va taolo bizni dal mushuni qo'yib berdi. O'qi deyish orqali har bir narsani, hatto oldimizga bir meva-cheva kelsa, o'qishimiz kerak, yeyishni ilgari, tafakkur qilishimiz kerak. Bu meva-cheva yoki masalan bir olma desak, nereden chiqadi? Daraxtdan chiqadi. Bu olmada rang bor. Qizil, tamba, tilimizga aytib mas qiladigan. Bizning badanimizga mas qiladigan ilminitlar bor, foydali moddalar bor. Daraxtda bunday ilminitlar bormi, rang bormi, yoki uni quygan suvda rang bormi, unda aqsillar bormi? Yo'q, aqlimiz endi mush yerda ishga kirishib, Robbimizning nomi bilan o'qishimiz kerak. Ha, daraxtni Alloh subhanahu va taolo vasita qilibdi, ma olmani bizga avatibdi. Bu daraxtning kaynida Alloh subhanahu va taoloninki kuchi bor ekan, qudrati bor ekan. U Alloh subhanahu va taolo musavvir ekan, surat berguchi ekan, go'zal loyihalovchi ekan, olmani go'zal loyihalabdi. Shundaqla tam berguchi ekan, kuyunguchi ekan. Biz kuyundik ekan. Chunki olmada bizga foydali bir narsalar bor ekan deb mana bu shaklda o'qishimiz kerak. Kun deydigan hasilimiz haqida biz o'ylanmay yaverli, badanimizga foyda qilishimiz mumkin, ammo haqiqatni topolmaymiz. Vaholanki Alloh subhanahu va taolo u narsalarning hammasini bizning badanimizga foydali bo'lish bilan birga shu narsalar orqali meni tepib olsin, uni o'qib, meni ko'rib olsin deb yaratgan. Shuning uchun o'sha hasal yesakmi, qarab qoladigan bo'lsak, hasal bil ittifoq, ya'ni ixtilofsiz shaklda foydali narsa ekan. Nereden geldi bu? Zehirlik haşeratdan geldi. Bu zehirlik haşeratdan qandaq bo'lib şifalı hasal chiqdi. Bu yerda bir o'qimamdiq buni. Faqat uning ichidagi moddalarni, ilminitlarni o'qib o'tib ketamdiq. Bunda o'qisak, artistlarcha, dinsizlarcha o'qishurdi. Bu ma'lum bir manfaat payini akiladi, lekin oxirgi haqiqiy g'oyaga maqsadga yetkazolmaydi. To'g'ri? Foydali ilminitlar bor ekan, bundaq odam yesin, bundaq odam yesin, buni ayrayli. Ammo mushu foydali ilminitni kim qo'ydi? Bu zehirlik hara. Biz borsak chaqadigan hara. Bu ilminitlarni bilamdi. Bizning badanimizni bilamdi. Qandaq narsaning bizga foyda ekanligini bilamdi. Xo'sh, bilmaydi. Unda bo'lsa hasal harisini emaskan. Chunki hasal harisda unda ilm yo'q, qudrat yo'q, kuyunish yo'q. Agar sinab bakmoqchi bo'lsak, kuyunish bormi yo'qmi? Shunda tutib baqli qanday qildi ekan? Chaqidi bizni. Shu biz tutsak chaqadigan hara qandaq bo'lib bizga shifoliq hasalni berdi. Unda bo'lsa, bu yerda biz kuyunadigan shifoliq berguchi bir Alloh borkanki, zaharlik hasal harisi orqali bizga shifoliq soğusunu avatibdi deb Allohga bo'lgan iymonimizni kuchlantirishimiz kerak va bir yaratquchni tepishimiz kerak. Mana mushundaq o'qigan vaqtida ondan keyin biz Robbimizning nomi bilan o'qigan bo'lamiz. Undaq emas, bugun kunimizdagi maktablardagi o'xshash faqat uning moddiy qirlarini o'qib, uning keyindagi ma'nolarini o'qimasak, biz Robbimizning nomi bilan o'qigan bo'lmaymiz. Ham bu to'g'ri shaklda o'qish emas. Masalan deylik, yana bir kitob bor hozir. Masalan, bu kitobni o'qib deb ba'di hozir bilsanglar. Sizlar bu kitobni o'qib, buning ichidan ma'lum mazmunlarni yig'ib akagan bo'lsanglar, ondan keyin qanday qilgan bo'lasizlar? O'qigan bo'lasizlar. Manda ma'no bor ekan deb. Ammo men sizlarga bu kitob o'qiganda basam, sizlar bu kitobni quloqlarga elib, bu kitobning uzunligi 20 sm ekan, kengligi 12 sm ekan, bu 200 betdan tarkib tepibdi, mundaq varaq ishlatibdi, mundaq siyah ishlatibdi, man chiqatgan deb, ma sansipning hammasini oldimga tashlab bersanglar, o'qigan bilamdi, o'qigan bo'lmamdi, o'qigan bo'lmaydi. Bugun kunimizdagi ilm fanlarning o'qishi shunga o'xshab ketadi. Har xil narsalarni tadqiq qiladi, tafakkur qiladi, izlanadi, ammo uning keyindagi ma'nolarga bağlı unumaydı. Bundaq şekilde okusak hidayet tapamaymiz, Rabbimizni tapamaymiz. Şuna her vakit biz Allah subhanahu wa ta'ala buyurgandek Rabbimizning nomi bilan o'qishimiz kerak. İkinci ayet Allah subhanahu wa ta'ala Rabbingning nomi bilan o'qi deb bo'lgandan keyin bizga eng yaqin mikro koinot bo'lgan, koinotning kichiltilmasi bo'lgan jismimizga diqqatimizni tortib, xalaqal insana min alaq. O Rabbing insonni laht qondan yaratdi dedi. Yani Allah subhanahu wa ta'ala Rabbingning nomi bilan o'qi deb bo'lgandan keyin oldulan bizni nega o'qishga ishorat qildi? Jismimizni o'qishga. Amaliyotda jismimizni o'qib baqadigan bo'lsak, yani tafakkur qilib baqadigan bo'lsak, iznab baqadigan bo'lsak, ma jismimizning, ma a'zoyimizning asla va asla bir
yaratquchisiz bo'lmaydiganligiga shaksiz iymon etamiz. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo u insonni lahti qondan yaratdi deydi. Biz ko'rayotgan shunda umoqkan bala devatgan u kichik bola bo'lsin, bizning ko'zimizga nihoyat chiroyli ko'rinadigan onamiz bo'lsin, bizning ko'zimizga nihoyat cho'ng ko'riladigan olim professor bo'lsin, biz havas qiladigan bir kishi bo'lsin. Nimadan yaratilgan? Lahti qondan, uyul qondan yaratilgan. Asli ashuningki. Bunda hech kim ixtilof qilmaydi-ku. Asli ashu. Endi lahti qondan ana shunday olim professor, lahti qondan ana shunday umoq bolalarni, go'zal onalarimizni kim yaratdi? Alloh subhanahu va taolo yaratdi. Kim deydi men o'zim shundaq bo'ldim deb? Kim tushuntirib beraydi? Lahti qon oltimdan mana shundaq bir isl insonga aylandim men o'z kuchim bilan deb kim deyalaydi? Hech kim demaydi. Xo'sh, unda bo'lsa biz ko'rmasakmi, ammo ko'zimiz bilan aql ko'zimiz shuni ko'radiki, bir zot borki, biz onamizning qusqi turalgandan tortib bizga parvish qilib, bizni mana shunday go'zal holat keltiradigan bir Robbimiz borkan deb mana shu yakunga kelalaydi. Shunga Alloh subhanahu va taolo iqro bismi robbikallazi xalaq deb bu yerda Allohning ismi bilan demay, Robbingning ismi bilan degan Robb sifatini keltirdi. Nima uchun? Robb deganning shunday bir ma'nosi borki, parvish qiluvchi. U ana shunday lahti qon insonni go'zal holatga parvish qilib keltirdi. Ondan başqa biz cismimizin her qandaq bir a'zolarini o'qiylikki Alloh subhanahu va taoloning ne kadar kuyimchan ekanligini, ne kadar bizga parvish qilganligini ko'rib, subhanalloh, alhamdulillah demay turmaymiz. Masalan biz tinimiz shundaq. Bizning burnimizning ajoyib bir iqtidori bor. Balkim bilishinglar va yoki bilmasliginglar mumkin. Burnimiz havo tengshugishning rolini o'ynaydi. O'ylab baqinglar, biz o'pkimizga havo nereden olamiz? Burnimizdan olamiz. Ba'zi issiq, ba'zi sovuq. Agar biz sovuq havoni bevosita burnimiz orqali o'pkimizga oldigan bo'lsak, o'pkimizga sovuq o'tadida biz kasal bo'lib qolamiz. Agar ba'zi yerlardagi issiq havolarni bevosita olsak, ya'ni biz kasal bo'lib qolamiz. Burnimizda shundoq bir iqtidor borki, sovuq havoni azroq isitib beradigan, issiq havoni normallashtirib beradigan mana shunday iqtidorga ega. Endi biz o'ylab baqaylik. Mana shundoq havoni tengshab beradigan bir burunninki o'zligidan bo'lib qolishi mumkinmi? Aslo mumkin emas. Aql buni qo'ymaydi. Biz to'g'ri shaklda o'qisak, mana shundoq yakun kelalaymiz. Endi nima uchun Alloh subhanahu va taolo Qur'on Karimda Allohga ishonmagan kishilarni hayvonga o'xshaydiganligini tushunaymiz. Chunki mana shundoq narsalarni o'zligidan bo'ldi deb turoladi Allohga ishonmagan kishilar. O ko'zimizga qarab baqaylik. Har bir a'zolamizga qarab baqsak, hech bir narsaninki tasaddibilik emas, nihoyat puxta intizom bilan, kontrol bilan bo'layotganligini ko'ralaymiz. Masalan, yurak deymiz. İnson bedenindeki bütün tumurlarning uzunluğu qanchalik bilamsizlar? Taxminan 100 ming kilometrdan ortiq. Bu inson bedenindeki 100 ming kilometrdan ortiq bo'lgan tumurlarga qonni qaysi a'zoyimiz avatadi? Yurakimiz avatadi. Yugurganda, to'xtaganda, uxlaganda bedenimizga mos shaklda qonni avatib berib turadi. Hey, mana bir kuyimchanlikninki bir shifoning iznasi emasmi? Buningdan biz Alloh subhanahu va taoloni ko'ranmamdik. Albatta ko'ramiz, agar biz aql ko'zimiz bilan, sog'lom aql bilan o'qisak. Endi dinsiz degan ana shundoq yuraknimi o'zligidan bo'lgan deb turib oldigan kishi. Demak Alloh subhanahu va taolo mana mush sabab uchun tunji oyatini o'qi degan buyruq bilan tushirdi. Chunki inson o'qiydigan bo'lsa, nega qarasin Alloh subhanahu va taoloning har bir sifatini, har yerda Alloh subhanahu va taoloning tamg'isini, her yerde Allah subhanahu wa ta'ala'nın ko'rsatgan ishoratlarni ko'ralaydi. Bu ishoratlar bizning ko'zimizga usiblam turadi. Lekin biz haqiqiy shaklda o'qimagan bo'lg'achqa, tafakkurni o'qimagan bo'lg'achqa biz bu ishoratlarni ko'rolmaymiz. Undan boshqa masalan bedenimiz haqida yine azroq o'ylab baqadigan bo'lsak, bedenimizning immunit kuchi deydigan bir kuch bor. Hammamiz bilamiz-ku bu. Nima bilamsizlar? O bedenimizdagi bir harbiy askarlarga o'xshaydi. Bedenimizga bir mikrob va yoki bir virus kirsa, uni qarishtirib, uni o'ldiradi. Qaysilar qo'ydinglar o'zinglarning bedanga mana shunday immunit kuchini? Hech qaysimiz o'zimiz qo'ymadik. Demak, bu yerda bizga kuyindigan, bizning sog'lom turishimiz uchun uni qo'ygan bir zot bor ekan deganni aql o'qiyanmanda. Albatta buni o'qiydi, albatta buni Robbining nomidan o'qigan vaqtida. To'g'ri niyat bilan o'qigan vaqtida. Unda emas, badanda mancha a'zo va mancha so'ngak bor, manchilik qon bor deb uning keyingi o'tkazilmasak Allohni topolmaymiz. Bugungi kunimizda afsus ko'pincha kishilar ana shundoq Robbining nomi bilan o'qimaydi. Bu sababdan hidoyat topolmaydi. Mana bu shundoq mukammal inson, ya'ni har bir a'zosida nihoyat mukammal sistemalar bo'lgan inson aslida yaratilgan, lahti qondan yaratilgan. Allazi xalaqal insana min alaq deydi Alloh subhanahu va taolo. Mana shundoq mukammal inson asli uyul qondan, lahti qondan yaratilgan deydi. Buni hammamiz ittifoqqa lahti qon holatidan ana shundoq mukammal sistemalik bir insonga aylandik. Buning o'zligidan bo'lib qolishi, tasaddibiy bo'lishi mumkinmi? Asla mumkin emas. 3-oyat Alloh subhanahu va taolo iqro va robbukal akram. Yana buyurdi. O'qig'in, aqling bilan o'qig'in, tafakkur qilg'in, olnikan, mevikan, hasalkan deb yevamay tafakkur qilg'in. Nereden keldi? Kim evetti? Onun keyindeki bir kudretini köygün. Perverdigarın en keremliktir deydi. Yani biz qancha o'qisak, qancha tafakkur qilsak, koinot ustida, atrofimizga ne'matlar ustida tafakkur qilgan sari Alloh subhanahu va taoloning bizga naqadar yaxshilik qilganligi, naqadar ne'matlarni berganligi, naqadar saxiy ekanligini ko'raymiz. Masalan deylik, bizning hayotda normal hayot kechirishimiz uchun
Allah subhanahu wa ta'ala bizni faqat o'sha bir xil shaklda ko'radigan qilib yaratgan bo'lsa-mu, biz yana hayot kechiryaptik. Masalan, rangsiz shaklda ko'radigan shaklda yaratgan bo'lsa-mu, yana biz qanday qilayaptik? Hayot kechiryaptik. Lekin Allah subhanahu wa ta'ala bizning ko'zimizni shunday yaratdiki, har rangni har rangdan farqlantira oladigan va shunday har xil manzar bilan huzurni oladigan shaklda yaratdi. Undan boshqa bizning hayotda hayot kechirishimiz uchun Allah subhanahu wa ta'ala bizga bir xil tomoq bersin bo'ldi. Bug'doy chiqarib bergan bo'lsa-mu, Allah subhanahu wa ta'ala biz yashalatdik-ku. Lekin Allah subhanahu wa ta'ala sanoqsiz yemekliklarni berdi. Nima uchun? Allah subhanahu wa ta'ala karam bo'lganlik uchun, saxiy bo'lganlik uchun. Demak, Allah subhanahu wa ta'alaning bizga bergan ne'mati bizning ehtiyojimizdan ko'p. Bu Allah subhanahu wa ta'alaninki akram, saxiy ekanligining bir alomati. Shunga Allah subhanahu wa ta'ala iqra va robbukal akram. O'qig'in, sen o'qigan siri Robbingning karami ekanligini his qilasan degan ishorat qiladi bu oyatda. Va shundaqla Allah subhanahu wa ta'ala iqra o'qig'in, o'qisang Allah saxiy, Allah karim sana jiq beradi. Ilmni ko'p beradi. O'qigan siri Allah subhanahu wa ta'ala ilm xazina eshigini sana ochadi degan Allah subhanahu wa ta'ala ishorat qiladi. 4-oyat Allah subhanahu wa ta'ala allazi allama bil qalam. O senin Rabbin sana kalem bilen yazışını öğretti. Allamal insana ma lam ya'lam. İnsanga bilmegen narsalarni bildirdi. Allah subhanahu wa ta'ala'nın biz insanlar kılgan en büyük nimetlerden birisi şu ki kalem. Öyle bakınlar Allah subhanahu wa ta'ala tuncu çürgen ayette kalem tilgaldı. Çünkü kalem arkalık ilim buludu. Kalem arkalık medeniye şekillenedi. Kalem arkalık tarihla izla qaladı. Kalemning roli intayin cho'ng bo'lganlik uchun Allah subhanahu wa ta'ala mana shu tunji tushgan oyatda qalamni tilga oldi. Qalamni tilga olganligining o'zida yana bir Qur'onning mo'jizaligi namoyon bo'ladi. Qanday namoyon bo'ldi desanglar, qalam xat yozilgan narsa-ku. Bu oyat kimga tushgan? Tunji qatam payg'ambarimiz Muhammad alayhisolamga tushgan. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisolam xat yozalamdi? Yazolmaydi. O'ylab baqinglar, tunji qatam men Allohning elchisi, men Allohning payg'ambari degan bir kishi o'ziga tushgan vahiyda agar Qur'on Karimni o'zi yozib olgan bo'lsa, o'zi ishlatilmaydigan bir narsani tilga olamdi? Tilga olmaydi. Qur'on Karim bu oyatlar Allohning vahiysi bo'lg'achqa payg'ambarimiz Muhammad alayhisolam uni ishlatammisimi? Allah subhanahu wa ta'ala butun insoniyat uchun qalamning muhimligini bizga ishorat qilish uchun tunji tushgan 5 oyatda qalamni tilga oldi. Bu yerda Qur'on Karimning payg'ambarimiz Muhammad alayhisolam tarafidan yozilgan emas, Allohning bir vahiysi, risolati ekanligini ko'rsatadigan ochiq bir mo'jiza bor. Ondan Allah subhanahu wa ta'ala allamal insana ma lam ya'lam. Allah subhanahu wa ta'ala insonga bilmagan narsani bildirdi deyish orqali insondagi buyuk bir ortiqchilikqa ishorat qiladi. U qaysi desanglar, insonni inson qilgan, boshqa narsalardan farqlantirgan, hatto farishtalardan farqlantirgan bir narsa bor. O qaysi bilmagan narsani bilishi. Ilmi. Bu sababdan inson har bir maxluqdan ustun turadi. Masalan, qaraydigan bo'lsak, Allah subhanahu wa ta'ala tunji qatam Odam otimizni yaratib va allama Adamal asma'a kullaha. Allah taala narsalarning ismlarini Odam otimizga o'rgatdi. Allah subhanahu wa ta'ala farishtalarga ismlarni deb beqinlar dedi. Farishtalar nima dedi? Qalu la ilma lana illa ma 'allamtana. Sen bizga o'rgatib qo'ygan narsadan boshqasini biz bilmaymiz dedi farishtalar. Ondan keyin Odam otimizga dedi, Odam otimiz o'rgatgan narsalarni deb berdi. Ondan keyin farishtalar Odam otimizga sajda qildi. Bu yerda shundoq bir ma'no chiqadiki, inson bilmagan narsani o'rganish orqali o'rganalaydigan bir maxluq. Bu ortiqchilik hech kimda yo'q. Inson mush ortiqchiligi bilan insonlik salohiyatini to'liq tamomlaydi. Agar inson bulaplab bir narsa o'rganmasa, bilmasa, bu inson haqiqiy shakldagi, mukammal shakldagi Allah subhanahu wa ta'ala yaratish g'oyasi bo'lgan haqiqiy bir insonga, odamiylik va bir insonga aylanmaydi. Demak, ilmning manbasi Allah subhanahu wa ta'ala va shundaqla Allah subhanahu wa ta'ala insonga ana shundaq bir iqtidor berganki, allamal insana ma lam ya'lam. Inson bilmagan narsani Allah subhanahu wa ta'ala bergan o ne'mat bilan o'rganalaydi, bilalaydi. Allah subhanahu wa ta'ala ana shundaq karamlik zotdir. Suraning mush oyatigacha 5 oyat payg'ambarimiz Muhammad alayhisolamga tunji tushgan 5 oyat hisoblanadi. Qarab qolgan bo'lsak, Allah subhanahu wa ta'ala bu 5 oyatda birinchi bo'lib Robbining nomi bilan o'qishga buyurdi. Ondan keyin insonning yaratilish manbasidan xabar berdi. Ondan keyin yana o'qishga buyurdi va Robbimizning noyat karamlik, saxiy zot ekanligidan xabar berdi. Ondan keyin Allah subhanahu wa ta'ala insonga qalam ne'matini berganligini bayon qildi. Ondan keyin insonga bilmagan narsani bildirganlikdan iborat bu ne'matidan xabar berdi. Inson mana mushu yo'ldan baxtlik bo'la oladi. Dunyo va oxiratlik najot yo'lini qo'lga keltira oladi. Unda bo'lmasa, Robbining nomidan o'qimasa, o'zining yaratilish manbasini, aslisini, laqtiqandan yaralganligini unutib qolsa, nima bo'ladi? Robbining karamlik ekanligini unutib qolsa nima bo'ladi? Keyingi oyatlarda buning natijasini, buning javobini berdi Allah subhanahu va taolo. 6-oyatda Allah subhanahu va taolo kalla innal insana la yatqa. Ya, haqiqatan shubhisizki inson haddidan oshadi. Robbining nomi bilan o'qimagan vaqtida, o'zining asli yaratilish, laqtiqan holatini unutib qolgan vaqtida inson qanchalik o'qisin, qanchalik bir bilimlarga ega bo'lsa bo'lib ketsin, u inson haddidan oshadi. Allah subhanahu va taolo bu oyat orqali shundoq deydi-ki, insoniyat Robbining nomi bilan o'qimaydi ekan, o'qigan narsadan keyin Allohni tunayolmaydi ekan, Allohni topmaydi ekan, qanchalik ilmga erishsa erishsin, u o'qigan narsa butun insoniyatga ofat bo'ladi. Haddidan oshadi.
Er-ra'ahu istagna. U özünü bir hacet körgenlik üçündür. Yani nima üçün haddini aşıdı? Özünü tanıyanmaydı. Rabbini tanıyanmaydı. Azraq ilim girişip bolgandan keyin men hemmini bilaman dep özünü bir hacet sanaydı da, özünü küçük sanaydı da, tapqan pulları bilen, texnikalar bilen özünü küçük sanaydı da haddini aşıdı. Yavaşlarını buzaq qılıdı, mazlumlarga zulm qılıdı. Bu ayetning amaliy neticesi bugün günümüzde görelmedimi? Göreldi. İnsanlar okudu mu okumadı mı? Okudu. Garip dünyası okudu. Avrupa okudu. Xitay okudu. Yaponiya okudu. Dünyada ilim pen teraqqiy qildi. Pen texnika çoğuğa yetdi. Amma bu ilim Rabbining nomi bilan o'qilmag'achqa, xuddi oyat Alloh subhanahu va taolo degandek, layatqa insanlar haddini aşdı. Atom bombalarına işendi, kural yaraklarına işendi, xazindeki altınlarına işendi, özünü bir hacet sanadı, özünü bay sanadı. Demek Rabbimizin namı bilen okumaslık, imansız okuş, küçük tipteki aile işleri bolsun, kişilik münasebette olsun, cemiyette olsun, belki devlet işleri bolsun, buzukçulukninki zulümnin menbesi. Herkesin insaniyetke vakit elip gelmeydi. Ma'lum menfaatini elip geldi. Telefon yasadı, maşin yasadı, şu ilim arkadaş şunda o. Ama o ahirki neticede şu dünyanın özdümü insaniyetke afet buladı. Bugün günü buluvatkan okşaş. En muhimi onda okuş arkalık hakikatini tapanmaydı. Şuna her vakit okuşumuz gerek ama imanımızdan okuşumuz gerek. Rabbimizden namı bilen okuşumuz gerek. Onda bo'lmaydigan imansız okuş insaniyetke afet. Şu Allah subhanahu wa taala innel insane layatqa. Rabbinin namıyla okumagan insan haddini aşıdı dep bu ayet şunda haber berdi. Endi Rabbinin namıyla okumay, qanchalik kuchlansin, qanchalik taraqqiy qilsin, qanchalik fen texnika ega bo'lsin. Masalan biz shunga hayron qilamiz ya, bugungi kunimizda insonlar shunga hayron qiladi ya. Voy taraqqiy qildi, imonsiz bo'lsinmi kuchlandi, imonsiz bo'lsinmi, nayt ilg'or qurollari va deb inna ila robbika ruj'a deydi Alloh subhanahu wa taala. Shubhisizki qaytib boradigan joy Rabbingizning huzuridir. Qanchalik taraqqiy qilib ketsin, qanchalik kuchi bo'lsin, qanchalik fen texnikasi bo'lsin, Rabbini tunamaydigan hammasi o'ludi. Ya'ni natija o'xshash bo'ladi. Allah subhanahu wa taala nayt muhim bir nuqtani bu yerda bizga eslatib o'tdi. Demak, bu dunyoda qanchalik kuchlanib keting, haddingizni eshib keting, yana shu qo'lingizdan kelmaydigan bir ish bor. O bo'lsa-mu o'limsizlik. O'lmay qutlanmaysiz. Robbingizning qashig'i bormay, hisob bermay qutlanmaysiz deb bundan xabar berdi. Ondan keyin Allah subhanahu wa taala bu suraning 9-oyatida ara'aytallazi yanha 'abdan idza salla. Namoz o'qiyotgan bandini to'siyotgan kishining holatini ko'rdingmi? Ara'ayta in kana 'alal huda. Ko'rdingmi? Agar o bandi to'g'ri yo'lda bo'lsa, aw amara bit taqwa yoki taqvodorlikqa amr qilgan bo'lsa, taqvodorlikqa buyurgan bo'lsa, ya'ni Allah subhanahu wa taala bu oyat orqali to'g'ri yo'lda mangmaslik bilan kupoy qilmasdan, to'g'ri yo'lda mangan, namoz o'qiyotgan kishilarning oldini to'siyotgan kishilarningki nayt xatarlik bir ahvoldan xabar beradi. Bir adam to'g'ri yo'lda mangmasin, lekin to'g'ri yo'lda mangmay turib, to'g'ri yo'lda manganlarning oldini to'ssa, bu ishki rezillikni, ishki xatolikni juqlagan bo'ladi. Shu Allah subhanahu wa taala shuni ishorat qilib, agar u banda to'g'ri yo'lda bo'lsa, yoki taqvodorlik amr qilgan bo'lsa, masalan bir adam to'g'ri yo'lda mangmadi. Balkim to'g'rido debmi qo'ymay, o'zining xatolik ustida turib to'g'ri yo'lni to'sgan bo'lsa, bu eng chong xatolikni o'zida juqlagan odam bo'ladi. Shundaqla bu adam qanday odam bo'ladi? Buning oqibatini keyingi oyatlarda bayon qiladi. Ondan keyin Allah subhanahu wa taala 13-oyatda ara'ayta in kazzaba va tawalla. Ko'rdingmi? Agar u odam haqiqatni, rostni yolg'on desa va haqiqatni yuz o'rsa, alam ya'lam bi annalloha yara. U kishi Allohning ko'rib turadiganligini bilmamdi. Allah subhanahu wa taala bu oyat orqali Allohga osiylik qilish, haqiqatdan chekinish va shundaqla yuz o'rishning muhim bir sababini xabar beradi. O qaysi inson qalbidagi muroqibatullohni, ya'ni Allohning kuzatib turadiganligidan iborat mush tuyg'usini yo'qotib qo'ygan vaqtida haqiqatni yiroqlashadi, to'g'rini xatoga chiqaradi, haqiqatni yuz o'raydi, xatolik o'tkazadi. Demek her vakit Allah'ın buyrug'i ig'ir kelgan vaqtida, xatolikka tushgan vaqtimizda qalbimizni bir tekshirishimiz kerak. Allohning muroqibatullahsi, ya'ni Allohning bizni ko'rib turadiganligidan iborat mush tuyg'usi bizni tullab ketdimi, yo'qolib ketdimi? Agar mush tuyg'usi yo'qolib ketgan bo'lsa, biz to'g'ri yo'lni ezib ketamiz. Shunga Alloh subhanahu va taolo ko'rdingmi? U odam rostni yolg'on desa va yuz o'rsa, alam ya'lam bi annalloha yara. U odam Allohning ko'rib turadiganligini bilmamdi. Mush tuyg'uni yo'qotib qo'ydimi? Mush tuyg'uni yo'qotib qo'ygan vaqtida inson rostni yolg'on deydi va shundaqla haqiqatni yuz o'raydi degan ishorat qiladi. Ondan keyin Alloh subhanahu va taolo kalla bundaq ishni yansin. Bundaq xatolikni yansin. Bundaq haqiqatni yuz o'rishdan iborat bu azg'inlikdan yansin, haddidan eshishdan yansin, buzuqchilikdan yansin. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nas. Agar yanmasa biz uning kukulisini tutib so'raymiz. Nasqiyatin kazibatin khati'a. Uning kukulisi shundaq bir kukuliki, yolg'onchi va xatolik o'tkazguchi. Bu yerda Qur'on Karimning ajoyib bir mo'jizasi o'tirib chiqadi. Qanday desanglar, qaraydigan bo'lsanglar Alloh subhanahu va taolo xatolik o'tkazganlarni, haddidan oshqanlarning narsini so'raymiz dedi, kukulisini so'raymiz dedi. Va shundaqla bu kukulini nima deb sifatlaydi? Kazibatin xati'a. Yolg'onchi va xatolik o'tkazguchi kukula deb sifatladi. Kukula degan nima desanglar, kukula deganimiz mingning peshona qismi. Yaqinqi tadqiqotda shu narsa o'tirg'i chiqdiki, insonningki qaror berish, xatolik o'tkazish, yolg'on aytish, jinoyat sodir qilish qarori nima bo'ldi ekan desanglar, shu kukula qismida bo'ldi ekan.
Ming'isning peshona qismida bo'ladi ekan. Mush yerda yuz beradi ekan bu. Alloh subhanahu va taolo xuddi ana shu qarorga diqqat qilsin deganga ishorat qilish uchun 1400 yil ilgari yaqinda isbotlangan bo'lsa 1400 yildan ilgari yolg'onchi, xatolik o'tkazguvchi kukular deb sifatlab qo'ydi. Demak, yolg'onchining yolg'onchilik o'tkazishi, xatolik o'tkazishi, jinoyat o'tkazishdan iborat mush qarorlarning hammasi insonning kukulisida. Ya'ni ming'isning peshona qismida bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo Qur'on Karimning mo'jizaligiga ishorat qilish uchun mana shunday bizlarga bugungi kunimizda isbotlangan shaklda xatolik o'tkazguvchi va yolg'onchi kukular deb mana shunday insonning qarorininki, jinoyatining, xatoliqininki mush kukulisida bo'lganligiga ishorat qilgan. Andikin Allah subhanahu wa ta'ala 17. oyatda u haddidan oshganlar, buzuqchilik qilganlar, xato yo'lga manganlar, jinoyat o'tkazganlar, zulm qilganlar o'zining so'rindoshlarini yordamga chaqirsin. Sanad'u zabaniyata kalla. Biz jahannamning kuchli, qattiq qo'l zaboni farishtalarini chaqiramiz. Allah subhanahu wa ta'ala bu oyat orqali aql egalariga sirishtirib baqinglar. Bu ojiz insonlar, laxt qandan yaralgan insonlar o'zining so'rindoshlarini chaqirib baqsin. Alloh urush ochgan, dini cheklagan, namoz o'qigan cheklagan mush zolimlar o'zining so'rindoshlarini chaqirib baqsin. Bizmo jahannamning kuchli qattiq qo'l farishtalarini chaqiramiz deyish orqali inson haqiqatga qarshi turgan vaqtida o'zining qarshisiga kimni og'anligiga qarab baqsin deganga ishorat qiladi. Chunki haqiqatga islom qarshi turganlarning qarshisida kim bor ekan? Alloh subhanahu va taolo bor ekan. U din dushmanlarining qo'lida ilg'or qurollar bo'lgan bo'lsa, Alloh subhanahu va taoloning qudrati cheksiz u insonlarning, u din dushmanlarining yasagan narsasi nihoyat oddiy sabab bilan amaldan qoladi. Mesela bugün günümüzde din düşmanlarınınki nurgun kuralları var değil. Şu kuralları en addi boğan tok veya ki şunun okşayan ya ki magnet küçük bir ilmeninki yoqap ketişi bilen ya ki hususiyetin yoqtuşu bilen hemmesi işini toxtaydı. Allah'a bek asan bu. Mesela qarab baktık o korona vakasında devlet başlıkları talağa çıkamadı o. Maske takıp çıktı o. Allah'ın koşuğunu nait addi ama biz nispeten nait çok nait zor. Şuna asla ve asla hakikatki karşı Allah'ın düşmanı bop qilishdan saqlanishimiz kerak. Ahir qayt Allah subhanahu wa taala kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Ya onunğa itaat qilmag'in. Haddidan oshqanlarga itaat qilmag'in. Ularning yo'liga mangmag'in. Wasjud waqtarib. Sajda qilg'in. Allohga yaqinlashgin deyish orqali shu dahshatlik va qo'rqinch oqibatni bayon qilgandan keyin zolimlarga bo'ldigan mu'minni o'z iymoni va ibodatida ching turishga buyurib bu surani oxirlashtirdi. Yani dünyada kafirler ana shunday haddidan oshgan bo'lsa-mu, Allohga sajda qilish orqali, bir kishilik ibodatini yaxshi qilish orqali iymonda Allohga bo'lgan e'tiqodni mustahkam turg'in, Allohga yaqinlashgin. U dushmanlar qanchalik kuchlanib ketgan bo'lsa-mu, Alloh har bir narsa qodir deb mana shu oyat bilan bu surani oxirlashtirdi. Bu surani xulosalagan vaqtimizda suraningki oldingi 5 qismi tunji tushgan vahiy. Alloh subhanahu va taolo bu tunji tushgan vahiyda o'zining nomi bilan o'qishga buyurdi va shundaqla insonningki yaratilish manbasi, ya'ni laxtiqandan xabar berdi va shundaqla yana o'qishga buyurdi. Alloh subhanahu va taolo karamlik ekanligini xabar berdi va shundaqla Alloh subhanahu va taoloning insonlarga ato qilgan qalam va ilmdan iborat bu ne'matidan xabar berdi. Va shundaqla inson ana shundaq Robbining nomi bilan o'qib, ilm o'rgangan vaqtida ondan keyin bu mukammal bir insonga aylanadiganligiga ishorat qildi. İkinci muhim noktası bo'lsa, inson Allohning nomi bilan o'qimagan vaqtida, iymonsiz holatda o'qigan vaqtida u ilmninki insoniyatga baxt emas, oxirida ofat bo'lganligini xabar berdi. Masalan, atom bugungi kunimizda har bir davlat erishni xohlaydigan bir narsa. Alloh saqlasin, atom urushi qo'zg'alib qolsa, insoniyat uchun acayip bir çoğun afet oldu. Bunun sebebi ne mi? İmansız okuş. Demek imansız okuş, imansızlığın koluna düşken texnika, kural, mana şundaq insaniyetke afet buludu. Üçüncüsü olsa, insannınki naiti bir azğun təbiyyətini xəbər verdi. Yəni, insan, ana şundaq küşləngen vaxtıda həddidin aşıdığanlığını xəbər verdi. Mesela köp hallarda namrat vaxtıda takva insan beyga vaxtıdan keyin pasıqlışıp qaladı. İlimsiz vaxtıda takva insan ilim gelişkenden keyin pasıqlışıp qaladı. Bu insanın təbiyyəti bu. Çünki her vakit meyl oquyla, meyl pul tapılı Rabbimizin namı bilen oquşumuz gerek, Rabbimizin namı bilen pul tepişimiz gerek. Unda bo'lmaydigan layatqa haddimizden aşımız. Dördüncüsü, haqiqatga qarshi turganlarninki Allohning qarshisiga olganligidan iborat mana shunday xatarlik bir oqibatdan xabar berdi. Beshinchisi bo'lsa, ana shunday insonlar qanchalik haddidan oshsa oshsin, mu'min sajda qilish bilan, namoz bilan Allohga yaqin turish va mustahkam turishga Alloh subhanahu va taolo buyurdi. Alloh subhanahu va taolo hammamizga bu darsni manfaatli qilib bersin va iymonimizda mustahkam qilib bersin va shundaqla Alloh subhanahu va taolo degandek har narsani Robbimizning nomi bilan o'qig'ali nasib qilsin. Va oxiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin.